الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ning 92-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo urush qilish, munofiqlar bilan urush qilish, kufarlar bilan urush qilish va boshqa islomning, musulmonlarning dushmanlari bilan urush qilish haqidagi so'z bayon ahkomlaridan keyin şu bir mesele üstüge geldik ki, yani o olsumu öldürüş meselesi. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette öldürüşünün ki adetteki iş emaskenligi, haksız orundu bulup qalğan vaqtida bunun xatarının nayet iğri ekanligini bu ayet arqali qanaqwatıdı, eskertiydi qarindoshlar. Yani urush degan öldürüş köp buladigan, qon to'kilish köp buladigan narsa bo'lib qolg'achqa kishining nazarida yani öldürüşünün derecesi addilik götürülüp kalsa bulmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala yol koygan dairede İslam'a, Müslümanlığa, cemiyetke, devletke, düşmanlık Allah'a karta yolluk olan bilen ama öz ara normal bir cemiyette tinç vakitlarda başkalarını öldürüş asla ve asla to'g'ramaz. Bilimiz Allah subhanahu wa ta'ala özünün candan ibaret bu amanetini insanın bedeninin ma'lum bir muhitini saqlashi asosida qo'ygan bir amanet bu. Bedende şu can saqlanishga tegishli, can saqlana oladigan bir muhit var. Agar qandaq bir vosita bilan mayli pichoq, qilich yoki urush, qattiq urush yoki o'q, chepish qatorli qandaq vosita bilan ma badanni u jonni ko'tarib ep mang'alg'udek, u ruhni ko'tarib ep mang'alg'udek holatdan qanaq vassak, buzib vassak şu aman can insanı taşlap sırtığa çıkıp ketidi. Bunun ismi öldürüş. Yani bir yerde ben gerçi münasibetsiz olsun bir noktada kıstırıp koyay. Bir kişi yani bir kişini öldürgen vaxtıda bir noktada doğru düşünüşümüz gerek, bir atalığını doğru işletişimiz gerek. Öldürdi dişki buludu. Cenni aldı dişki olmaydı. Can eleş Allah'ın ilkide. Öldürgüce fakat şu hayat, şu ruhның bedende turuş üçün talep qiladigan bir muhitni yo'q qilgan bo'ladi. Bayatın degandek her türlü vasıtalar bilan mayli öldürür, mayli chepish, kesish, etish, o'qlar bilan qatorliq vasıtalar bilan ma badanni şu jonini tutib turolmaydigan, ruhini tutib turolmaydigan bir holatga kelgan vaqtida Alloh uning jinini oladi. Ya'ni öldürüş boshqa gap, jinni elish boshqa gap. İnsan so'roqqa tortilgan vaqtida öldürgenliki, yani onun cininin elinişiği sebep bo'lib qolganligi uchun lan an jazoga tortiladi. Ayet bizga tövendeki ayet shunda deydi ki, oyatning umumiy maqsadi urush vaqtida, urush yo'l qo'yilganida öldürüş meselesi meşru bo'lgan bilan, öldürüş yani ruxsat bo'lgan bilan, ama normal ahvol ostida öldürüş qatti yaqin kelmaydigan bir narsa. Mayli boshqani öldürüşmü xato, mayli o'zingni öldürüşmü ham xato. Boshqani öldürüşqu boshqa o'g'anlik uchun xato bo'lgan bilan o'zingni öldürüşme ham sen o'g'anlik uchun men o'zimni öldürsem ixtiyor demaysan, chunki bu jon, bu ruh sening emas. Alloh sana amonat qo'ygan bir amonat og'zi kelgan vaqtida oladi. Sen onu vaqt kelishdan ilgari chiqarib o'tish yoki u omonatni yo'q qilib o'tishga urinishning o'zi Alloh subhanahu va taoloninki tartib
dunyodagi qonuniyat ahkomlarga zid. Allah subhanahu wa ta'ala mushu şekildeki ölüm yetimlerninki urunsuz can qiyishlarninki urunsuz odam o'ltirishlarninki oldini olish uchun o kadar qattiq jazo bekitganki, agar birov yana bir odamni qasddan o'ltirib qolsa, o'ltiriladi. Qisosan, agar birisi o'zini o'ltirib qolsa, o aslo va aslo jannatga kirolmaydi. Mana bu jazolarni yo'lga qo'yish orqali, masalan, qisosni yo'l qo'yish orqali o'zini o'ltirgan odamga qarata bayatni deganimizdek jannat harom degandek hukmlarni yo'l qo'yish orqali Alloh subhanahu va taoloning maqsadi bizni hayotda yashatish. Ya'ni bu yerdan bir xulosalasak, qisos elishning o'zi yaşatmak maqsadida qo'yilgan bir hukm. Shunga Qur'oni Karimda "Valakum fil qisasi hayatun ya ulul albab." Qisosda sizlar uchun hayot bor deydi. Bir qism kishilar falsafa so'zlab, "Voy, bir odamni o'ltirdi, o'lguni ketdi, endi buni mi o'ltiramdik?" deydi. Bir odam o'zining boshqalarni o'ltirganligi uchun o'ltiriladiganligini bilgan vaqtida uni o'ltirmaydi. Shu sababli qarshi tarafdagi o'lguchimi o'limdan saqlanib qoladi va uning qisosini elish sababli o'ltiriladigan bu-mu qisosan o'ltirishdan saqlanib qoladi, ikki hayot saqlanib qoladi. Bu yuqorqi biz o'qigan "Va lakum fil qisas hayatun" degan oyatning mazmuni. Endi demak, o'ltirish masalasi o kadar zil masala bo'lg'achqa, xatarlik masala bo'lg'achqa, urush masalan ilgirki oyatlarda so'zlagandek, mayli islom musulmonlarning dushmani bo'lgan kofirlar bilan bo'lsin, yoki munofiq xoinlar bilan bo'lsin, yoki boshqa tipdagi dushmanlar bilan bo'lsin, urush haqidagi bulungan oyatlardan keyin o'ltirish masalasi bir ko'ngilda kichik sanalib qoladigan. Yani hozir o'ltirisi bo'ladigan bunda bir ahvolning oldini olishni Alloh subhanahu va taolo nima deydi bu oyatda? Estaizu billah. "Va ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما." Hayatning tafsilotiga kirishdan ilgari qarindoshlar bir qisqacha tarjima qilib o'taylik. Bir mu'min deydi. Bir mu'minni o'ldirish aslo to'g'ri emas. Ya'ni mu'min bo'lib turgan odam o'ldirmaydi. Ya'ni mu'minda o'ldirish o'zining mu'min qarindishini ishi aslo shakllanmaydi. Illaki yuz berib qoldi degan taqdirda bu xatoan, sahvanlikdan bo'lib qoladi. Mashinani favqulodda xatolik o'tkazib, tez haydadi, odam bostirib qo'ydi. Bu ahvollar bo'lib qolishi mumkin. Bir narsa ko'tiraman deb yana birisiga tegib berdi, o'lib qoldi. Bunda ahvollar bo'lishi mumkin. O'ltagisi yo'q, bir sahvanlik bilan bir sabablik, bir o'tkazgan xatolik sababli odam o'lish ahvoli kelib chiqdi. Bunda ahvol bo'lishi mumkin. Ammo mu'min bo'lish bilan aslo va aslo odam o'ltirmaydi. Kimki bir mu'minni sahvanlik bilan o'ltirsa, buning jazosi mu'min quldan birini ozod qilish va ahliga topshiriladigan bir diyet o'tash deydi. Lekin maqtulning, ya'ni o'lib ketgan kishining oila tavobat, ya'ni valilari uningdan o'tib etsa, bo'ldi qarindishim. Sening bir odamni xatolik bilan o'ltirib sog'anligining o'zimi yetarli bir azob sana nisbatan bo'ldi senin keşfetsa o başka. Eğer o öldürülgen kişi düşman kavimden bo'lsa degani o'zi mu'min, öldürülgen adam mu'min, lekin o yaşayotgan muhit, o yaşayotgan cemiyet, o yaşayotgan yani millet, şu anın milleti bir düşman milletini, kafir milletini olib qalsa, o vaqtida onunğa diyet ketmeydi, mu'min quldan birini azat qilsa bo'ladi. Eğer heliqi öldürülgen mu'min sizlar bilan orasida ahdi misaq va dushman hamda dushman bo'lsin, lekin ahdi misaq va to'xtam bor, kelishim bo'lib qolsa, u vaqtida ahliga shu o'lgan kishining ahliga diyet to'lash to'g'ri keladi va mu'min quldan birini ozod qilish kerak. Kimki topolmasa, oqimoqi 2 oy ro'z tutish kerak. Bularning hammasi Alloh subhanahu va taolo sahvanlik bilan odam o'ldirgan kishiga qarata yo'l qo'yib bergan bir tavba. Allah'ın fazli merhameti, Allah hemmini bilgici ve hikmet bilen qana qilg'uchi, ish qilg'uchi. Diginimizde qarindoshlar,
Adam öldürüş deganni bayat men tushuntirib o'tdim, qayta takrorlashning hojati yo'q. Jinni elish, öldürüş kişi narsa. Canın aldığını Allah, öldürüş şu can ruhunun bedende turuşuğa muvafık haletini buzup ötüş deganlik oldu. Ya onun kallısını üzüp etdi, ya ki onun yürüyüşü bir narsa sancıp etdi, ya ki reis azalarını işlemez kıldı. Can onun normal turduğan bir şaraitini tapamasa çıkıp ketidi. Yani insan şunun sebep boğanını öldürüş hesaplanırdı. Emin neticeden aldığını kim o? Allah subhanahu ve ta'ala. Endi bilimiz qarindoshlar, Allah subhanahu va taolo insonni yaratgan vaqtida zaminda, hayotda yaxshi ish qilish uchun, zaminni obod qilish uchun bir vazifa bilan yaratgan bo'ldi. Ya'ni har odamning bir vazifasi bor. Bir odamni o'ltadi demak, bu zaminda yaxshi ish qilayotgan, normal zaminning gullanishi uchun to'pa qilishayotgan bir odamni yo'q qildi demak bo'ladi. Bu oddiy gap emas bu. Bir ijro bo'layotgan vazifani qana qildi degan bo'ladi. To'xtatdi degan bo'ladi. Bir mu'mindan talab qilinadigan narsa, eng aqalli narsa nima desa, yaxshilik qilish, yaxshilik qilinmasa, yaxshi bo'layotgan yaxshilikqa qana qilmaslik, taxliq qilmaslik. Mu'minning eng oddiy vazifasi hayotda bu. Bir odam normal hayotda yashayotdi, o'zining vazifasini ado qilyotdi, bolalarini tarbiyalayotdi, ota-onasining holidan xabar olyotdi, xulum qo'shliq yaxshilik qilyotdi, bir kishilik vazifasini qilyotdi. Normal vazifadagi odam, sen buni kelib o'ltagining mushun munosabat butun tartibning hammani buzding deganlik bu odatlik ish emas. Çünkü bir adamni o'ltaganlik amaliyotda bir adamni o'ltaganliklam emas, ma hayotni buzganlik o. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir nefsini öldürüş, dünyadaki hem insanı öldürgenle okşaş degini, bir adamını öldürgenlik, bir adamını öldürgenlik elemezsin. Şunun münasebetlik, hayatının kitivatkan ma'lum bir ritmini kana kuvvetkenlik degenlik, buzuvetkenlik degenlik oludu o. Nima üçün uruş yol koyuldu bilemizler? Mesela biz ilgirki derslerde uruş hakkında sözlüdük, cihat hakkında sözlüdük. Nima üçün? Çünkü hayatının bir ritmi var. Hayatının bir tertibi var. Biz uruşduğun kişiler kim o dese, meyli kafir olsun, meyli münafık olsun, ya ki hatta Müslüman olsun, muşu tertipki buzgunçuluk kılganlar. Hayatının tertibini buzganlar. Müslüman olsun desem, gayri düşünüp kalmanlar, Müslümanların içinde ölümge hüküm kılındıgan cinayetler var. Bunu ötküzüp sağanlar okşaş öldürüldü. Mesela adam öldürgenler bayatın degenimizde. Üzü Muhsin Turp zina kılganlar mesela. Ya ki Müslüman cemiyetiga qarşı çıkan bağıyla okşaş. Yani biz ular uruş qilishga buyurilishimizning sababi aşa tertibning buzulmaslik uchun, hayot tertibining zulm silinmaslik uchun, bo'layotgan pasatlikning oldini olish uchun. Yani hayot ne? Bu hayotning normal yurish, normal davom qilish ritmiga to'sqinlik qiladigan har qanday to'sqinlikqa qo'shidan tozalash uchun urush yo'l qo'yilgan. Endi aksi tarafiga kelsak, bir kishi o'zining normal kishilik vazifasini ado qilib, hayotning normal ritmida davom qilayotgan vaqtda buni o'ltagining o'zi nima desa, sen ma odamni ham o'ldirish emas, ma hayotga buzg'unchilik qilgan bo'lsa. Allohning inson yaratishiga asosiy maqsadiga buzg'unchilik qilgan bo'lsa. Unda o'g'andan keyin bu hayotning tartibini buzgan odamga beriladigan jazo, yani o'zi qana jazo eskilik qilgan bo'lsa, şu jazoga o'xshash jazo beriladi-ki, vallazina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimisliha. Yomon ishni qilganlarning jazosi o'zi qilgan yomon ishga o'xshash nim beriladi, jazo beriladi. Bilimiz qarindoshlar, biz yuqorida mu'min bir odamni o'ldirish haqida so'zlayapmiz. Bu o'ldirish masalasi ikki xil bo'ladi. O'ldirish masalasi ikki xil bo'ladi. Birisi qasddan odam o'ldirish masalasi. Yani birisi bayatın degenimizdek sehvellik bilen kana qilish adam öldürüş meselesi. Allah subhanahu wa ta'ala gapni, bu yerdagi so'zni sehvellik bilen adam öldürgen kişiden başladı. Nimişqa? Çünkü qasdlik bilen adam öldürüşni mandaq çıtqa vaqtda söz timisi qilish tin çoğun degandek bir xil tuyg'uni burishdi. Mesela mana ahvol yuz beradi. Sahvallik bilan odam o'ldirish yuz berib qoladi. Kishi mashinasini tilayda deb odam o'ldirishi mumkin. Ustidan bir narsani chang tutib bo'lmay, yaga bir narsani qo'yib etib odam o'ldirib qilishi mumkin. Tamam, odam o'ldiriladi. Bu bir sahvallik, unda ahvollar bo'lib qoladi. Lekin qasddan odam o'ldirish asla bundan da mu'mindan, mu'min jamiyatdan
101'du dep qanday qilolmaydi, uni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ya'ni 100 bermas kerak asla. Navgandan bu yerdagi gap aşı noktaga işaret qilish uchun nimadan boshlandi? Sahvan odam o'ltirishdan qana qildi boshlandi masala. Endi odam o'ltirish to'g'riligini biroz to'xtaylik. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bu qadar buningga ahamiyat bergan shaklda oyatni tarjima qilib o'tdik. Angladinglar buning jazosining bek ig'irligi chiqib turdi masalan. Hatta sahva bo'lib qolsa, nima ish qilsa, oyatni deganimizdek bir kishining normal ado qilayotgan vazifasini to'xtatib, hayot ritmini buzishdan boshqa bir odam deganning yashagan odam deganning atrofida bir doira bo'ladi, munosabat doirasi. Yashayotgan odamning ayoli bo'ladi, oilasi bo'ladi, bolalar bo'ladi. Ata-anası oldu, qarindoshlar oldu, do'st, qulum, qo'shnilar oldu, tijorat sheriklar oldu masalan. Demak, o'ylab baqsaq atrofda nurg'un yagi munosabatlar bo'ladi. Endi sen bir odamni o'ltirding deganlik, mayli sahvan bo'lsin, qasddan bo'lsin, u bir odamni o'ltirdim deganlik emas. Shuningga munosabatli bo'lgan taraflarning hammasini bila tatbiq qilasiz deganlik. Hammasining ritmi buzildi deganlik bayatni deganlik. Hammasining tartibi buzildi deganlik. Shu odam tufayli bir oilaningki hayat lini ise butunlay o'zgaradi. O ailenin hayatı qaytadan qana qilinadi, tartiblanadi. O oddiy gap emas o. Endi takrorlay, bir odamni o'ltirganlik bir odam bilan tugaydigan ish emas. Shuning munosabati butun, hatto doirasi kengroq odam bo'lib qolsa, texnik keng bo'lishi mumkin. Chunki biz hayotda bunda bir narsani tushunishimiz qarindoshlar. Bir kishiningki boshqalarga yetkazgan manfaati qanchalik darajada keng bo'lib qolsa, u kishining bog'langan munosabatlik darajasi shuncha keng bo'ladi. Ba'zi kishilarga bir o'lsa bir davlat bilan tavraydi. Ba'zi kishilarga o'lsa hayotda hech kim his qilmaydi endi uni. Endi demakchi o'g'lim shuki kishining hayotga birayotgan atasi, kishilarga qilayotgan yaxshiligi, qo'shayotgan töhfisi, o'ynayotgan roliga qarab turib doirasi belgilanadi. Ya'ni uning doirasi qanchalik keng bo'lib ketsa, uni o'ltirish bilan ta'siri uchraydigan taraf u qadar ko'p bo'ladi. Agar sen bir davlatning raisini o'ltirib qolsang, bir davlatning masalasi egiz pas bo'ladi. Bir millatning liderini o'ltirib qolsang, u millatning masalasi egiz pas bo'lib ketadi. Bir oila shu, uning tuqqanlari, munosabatli taraflari, tijorat, boshqa nurg'un o'xshamaydi. Shuningga munosabati qanchalik bog'langaniga qarab turib kishilarning uchraydigan ta'siri o'xshamaydi. Bir so'rinda bir xabar kelib qolsa, o'tgan vaqtimizda falon o'lib ketdi deb, so'rindikilarningki shu xabarga qarata bildiradigan inkosi shuningga bog'langan tarbiyaga qarab bo'ldi. Ba'zilar Alloh rahim qilsin, Alloh rahmat qilsin deb shunchalik, ba'zilar unda emas-ku, uni munosabati biroz ching, ba'zilar quluqiga ishonamaydi, ba'zilar ashadlar yig'lab tashlaydi, ba'zilar aylanib ketadi. Hammasi bog'langan munosabatiga qarab turib onun nimasiga uchraydi, ta'siriga uchraydi qarindoshlar. Ya'ni shu odam agar jamiyatga umumyuzlik buni ta'sir ko'rsatgan odam bo'lib qolsa, buning o'limining ta'siri bir jamiyat, hatto dedim ya bayat, agar bir davlatning bir taqdiriga munosabatli odam bo'lib qolsa, bir odamni o'ldirish orqali bir davlatni vayron qilish mumkin, bir millatni vayron qilish mumkin, aqallis bir oilani vayron qilsa, ya'ni demak bir odamni o'ldirib qilish bir odamni o'ldirganlik emas. Munosabatlik hamma tarafni tang qanaqalik o'ldirganlik bo'ladi qarindosh. Shunga odam o'ldirishning mayli qasddan bo'lsin yoki sahvan bo'lsin, masalasi anda oddiy masala emas. Odam o'ldirishga u oddiy ko'zdan qaramaslik kerak. Shunga sahvan o'ldirib qolgan taqdirdami, buningga beriladigan jazo nihoyatning bo'ladi, ig'ril. Qasddan o'ldirishni biz tasavvur qilmaymiz qarindoshlar. Ya'ni unda ish mu'minda yuz bermasligi kerak. Mu'min jamiyati asla qabul qilmasligi kerak. Qasddan odam o'ldirishni. Bu Allah subhanahu va taolo mu'min deb atalishning sababi, tamam ba'zilar musulmonlik nomining ostida yashayotgan ba'zilar o'ldirib qolishi mumkin qasddan. Chunki uning qalbida haqiqiy iymon bormi yo'qmi emas, ammo o'zini haqiqiy mu'min deb qaragan odam bunda qasddan odam o'ldirishni bunda xiyolligimi qanday qilmaslik kerak, keltirmaslik kerak qarindoshlar. Shunga qasddan odam o'ldirsa, buning masalasi ayrim kinkoyatda keladi, u kesin o'ldiriladi. Qisas elinadi. Sahvan odam o'ldirgan odamga-mi? Buning oddiy masala. O'ylab boqinglar, bir odamni qasddan o'ldirsa, o'ldirilganlar ichimiz og'raydi ko'pincha vaqtlarda sahvan o'ldirsa, ammo
mening o'ylashimda qarindoshlar, sahvan odam o'ltirgan odamning psixikasi buzildi. Bir odamni o'ltirib qo'yish yo. Balki uning ish kuchlari uzun vaqt qishlik qanday bo'lmaydi, rad ko'chishmaydi, ko'ngli bearam bo'ladi. Ya'ni o'ltirilgan bo'lsa, men o'ltirganimni o'zining sahvanlikini o'ltirib saqlanlik uchun bir xil ruhiy azob, vijdoniy azob buni qiynaydi. Mushlarning hammasini tugutish uchun Alloh subhanahu va taolo sahvan odam o'ltirib salgan kishiga kimlarga qarata o'ltirilgan kishining oilasi, aqrabolariga qarata o'taydigan bir diyetni yo'l qo'ydi. Bu diyet o'tilgandan keyin o'ltagichimi ma'lum darajada biroz qanday bo'ladi, pastga tushadi. Rahatlaydi ya'ni. Xuddi o'zining bir zimmasdagi mas'uliyatni ado qilgandek. O'ltirilganlar, ya'ni o'ltirilguchininki tuqqanlari o'ltirilgan o'zining urug' tuqqani ya dadasi ya balasi ya ukisi ya akisi ya qanday sifatda munosabatlarning bir munosabat bilan ta'sirga uchragan ta'siri kelgan nima bilan birga diyet bilan taqsim bo'lgan ma'lum pul masalan aniq desak bu biroz qanday qiladi yengillatadi. Chunki bayatni deganimizdek birovning o'limi bilan eng ta'sirga uchraydigini shu odamga eng ko'p munosabatli ko'rgan taraf. Onun iç ağrıtıp, onun ölüp ketkinge iç ağrıştın başka. Mesela balası dese, ben qanday qilaman bundan keyin deydigan bir tuyg'u, iç ağrıştın kimdan keladigan tuyg'u. Ayoli, men qanday qilaman? Yaşlanıp qolgan ota-onasi, endi biz qanday qilamiz? Deydigan bir bağlanışlık taraflari bor. Mushularmi bularni azaplaydi. O'zining urug' tuqqanininki yo'ldoshining, ayolining, balasining, akisining, ukisining o'lib ketgani o bir azaplasa, onunga munosabatlik bo'lgan yana bir ikkinchi bir tarafi uni bek azaplaydi. Bu o'ltaguchiga nisbatan dushmanlikni ko'paytirdi. Bu voqeaning ta'sirini yo'g'ontidi. Diyet dal mushu xil ta'sirlarning hammasini pastlashga yoki yo'q qilishga qana qiladi. Biroz foydasi bor. Shuning bilan diyet to'langandan keyin avlomni tabiiy şu diyetni olgandan keyin qo'lga vazif bilamas endi. Bu biraz o'zining kallasiga paydo qilgan ba'zi andishlar, ba'zi bir salbiy taraflar, ba'zi yomon oqibatlarni biraz qana qiladi, paslab, miyada bir xil yarishish, kelishish. Keyin shu o'zining tuqqanlarini sahvan o'ltirib salgan kishini uchratsimi, atilgan diyet va olgan erishgan narsaning ta'sirida uningga yomon gözden qaramaydigan bir holat shakllanadi. Sahvan o'ltirib sağıcımı biraz tamponlaşıdı. O'ltirilguchining oilasidagilarmi tamponlaşan jamiyatda bir xil normallik qanday qiladi, shakllanadi qarindoshlar. Shuningga diyet masalasi nihoyat muhim masala. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun oyatni shuni bilan boshladi. Oyat qasdan odam o'ltirgan kishi bilan emas, balki sahvan odam o'ltirgan kishining masalasidan boshlandiki, "Ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an" bilan boshlandi. Qasdan odam o'ltirganning deydi Sura Baqarada 178-oyatda qanday bo'ldik, uni so'zlab bo'ldik. Uning masalasi ayrim. Undan keyin yine mushakaga vaqtda men sizlarga alohida eskartib qo'ygan bir nuqta, ikki xil narsa bor. Qasdan odam o'ltirib qilishda, birisi qisas va shuning o'rin turadigan narsa. Bu bir. Bu bendining haqqi. Buni bende xolis oladi, xolisi churitalaydi. Yana birisi had hudud belgileme jazo degan. Bu Allohning haqqi. Buni hech kimning chigizib o'tish nimasi yo'q, haqqi yo'q. Biz tuanda inshaalloh had qisas qaysi, ya'ni bendining haqqi qaysi, Allohning haqqi qaysi, bularni bayon qilamiz inshaalloh. Oyatning 5 dediki, bir odam xata'an odam o'ltirib salsa, xata'an, ya'ni sahvan odam o'ltirib qolsa, bu fatahrirur raqabatin mu'minatin, bir mu'min quldan birini qana qiladi, azod qiladi. Mushakaga vaqtida bizning kallamizga keladi. Nima uchun mu'min qul azod qiladi? Nima uchun qul azod qiladi? Bilasizlar, qul o'zining xo'jayinining ilkidagi erkin harakat qilinmaydigan, xo'jayini nimaga buyursa shuni qiladigan bir kishi. Yani bunun cemiyetke nispeten hiç faydası yok bir adam. Fakat o'zining xo'jayiniga bog'liq adam. İbadetin biz dedik ya, adam öldürüş, bir adamni cemiyetke normal vazifeden qaldırış. Bo'lgandan keyin cemiyetke uning vazifasini to'xtab qilishdan iborat bir ta'sir bo'ladi ya. Yeni bir adamni normal vazifaga qaytirish orqali buning o'rnini to'liqlaydi. Qul azod qilish dal mushu ish.
Qulni azod qilib, jamiyatda erkin bir odamga aylantirgandan keyin, burun xo'jayinining buyrug'idan chiqmagan odam keyin azod bo'lgandan keyin normal jamiyatda bir kishilik odamga aylanadi. O'zining bir kishilik vazifasini jamiyat ado qiladi. Ma o'ltirguchi bo'lgan shaxs o'zining bir xato ishi bilan jamiyatga normal vazifasini ado qilayotgan odamning vazifasini to'xtatganning qarshiligida yeni bir odamni normal o'zining vazifasini ado qila oladigan holatga keladi. Buning jamiyatga umumiy jihatdan foydasi va garchi o'ldirilgan odamning urug' tuqqanlarga nima bo'lmasimi, foydasi bo'lmasimi, bu bir ahvol. İkincisi bu adamın xatan adam öldürüp sağ adamdan qilishga tegishli ishi vadiyatun musallamatun ila ahlihi. Şu maqtulninki, o'ldirilguchininki urug' tuqqan oila jamiyat tavabatiga bir diyet to'laydi. Bilasizlar, diyetning rolining nima ekanligini men bayatdan so'zladim. Yani kishi shu ochiq dard alimidan sirt şu adamga bog'liq bo'lgan ba'zi taraflardan andisha qiladi. Ayol olsa kinki turmushidan andisha qiladi, bolalar bo'lib qolsa kinki hayotlaridan andisha qiladi va mushunga o'xshagan masalalar. Diyet dal shu xil andishlarni qana qiladi, pastlaydi qarindoshlar. Bularning hammasi Alloh subhanahu va taolo hikmat bilan qana qilgan, yo'lga qo'ygan nimalar, hukmlar. Yani bu hammasi Allah'ın zimindeki kanuniyeti amal yok. Kişi ölüp ketken adamni yaxshi ko'rdim deb har gün 2-3 gün ortiq saqlab olmaydi. İşte qoida uni kimidi. Lekin kishining ensiraydigini nima o desa, u ketdi. Ama bundan keyingi turmushini qanday qilib buningdan ensiraydi ya. Ma nuqta bak muhim. Achchig'idan boshqa yana. Tabii bir adamning hech kimning o'zining urug' tuqqanlardan ayrilg'isi yo'q, lekin ayrilib bo'lgandan keyingi qilgan nuqta ma'u. Mushuni Alloh subhanahu va taolo diyet orqali qana qiladi, pastlaydi. Diyet orqali bularning hammasining qilishidagi endishini yo'q qiladi qarindoshlar. Oyatning oxirisida nima dedi? Ashta diyet to'laydi o'ldirilgan kishining oila tavobatiga illa lekin avlandi yaxshilik qilib bir sadaqat qilib, apu qilib olsa, bu mu kechirim qilinadi. Bu yerda Qur'onda ishlatgan ifoda illa ay yasaddaqu sadaqat ifodasi, do'stlikni ifodalash ifodasi, yaxshilik qilish ifodasi bor. Nima uchun buni qanday qilib endi bu yaxshilik deymiz desa, chunki menda ahvol. Bayat nazroq deb o'tdim buni. O'ldirilguchining oila tavobatining dard alimi ochiqidan boshqa o'ltagichida bu bir dard alam bor. Qanday dard alam bor? Adam nahaq bir kichik hayvonni o'ldirib salsın hech shu derimdan ki bir odamni timen bir odamni birini o'ldirib saldi. O'zi o'ylamagan, qasd niyat qilmagan bir shaklda. Bu odamning o'zida ochiq qilmadi uni. Odamning normal turmushini buzadi bu. İnsonga ta'siri bor buningki, salbiy ta'siri bor yani. Ma shaklda odamning normal turmushi normal bo'lmaydi. Hamda o'lib ketgan kishining urug' tuqqan oila tavobati bel mushuni ko'zlab tutib, mushuni ko'z tutib, qarindishim, bizning achchig'imiz bor, dardimiz bor. Bizga o'xshash sening achchig'ing, sening darding bor. Chunki tushunish kerak, bir odamni o'ldirib qo'yib hech kim xushallanmaydi. Undan keyin dardning ustiga dard qo'shmayli, alamning ustiga alam qo'shmayli, biz apu quvvatli, sen bu ko'nglingni yerim qilma, Allah bizning bu derdimizni to'liqlab bera, Allah sana yaxshilik qiladi degan bir shaklda apu qilyapti. Shuning bilan sahvan o'ldirib salgan odamning usti, ya'ni yuki bir yengilligandek bo'ladi. Ruhiy jihatda favqulodda kengayishdi. Buning ikki oilaning shu vaqtdagi munosabatining yig'ilishib qolmasligiga, balki yiqilishiga o qadar ta'siri borki, bumu shuning ta'sirida shu oilalar uzluksiz munosabat bog'laydi, chunki bir yaxshilik qildi, kechirim qildi. Uning natijasida o oilami buning bilan bir munosabat bog'laydi. Bu oilaning o'sib bitilgan bolasi cho'ng'olgandan keyin, masalan, tushungandan keyin nima deydi? Dadasining oilaning a'zolaridan birini o'ldirib salganligi, xatoan sahvan, ularning buni kechirganligi, bu bir kechirim ifodasi bilan bu aile bilan o ailening do'stlik bog'langanligi, bularni o'qigandan keyin bu bolaning qalbidami o ailega nisbatan bir muhabbat paydo bo'ladi va ailening bolalarining qalbidami bu ailega nisbatan bir muhabbat paydo bo'ladi. Ya'ni aqallisi muhabbat paydo bo'ldi degan taqdirda o'ch, nafrat, g'azab, qisos qatorliq narsalar o'rtadan qilindi yani.
Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu terbiye arqılı, bu xil ahkamlar arqılı cemiyette bir ictimai muhabbet, ictimai muqimlik özara, dostluk, buna yirgilmeslikni ortaga qana qilmoqchi, qo'ymoqchi qarindoshlar. Endi mesele şu. Ama bazı ahvallarda öldürülgen şahıs biz yaşayotgan mu'min cemiyetiga mansub bo'lgan shaxs bo'lmay qoladi. O'zi mu'min, ama biz bilan dushmanlashayotgan degan gap, ya'ni musulmonlarga qarshi bir millat ishidagi yoki musulmonlarga qarshi bir qavm g'itava bir shaxs bu ular ishida yashaqli qolib qolsa, buning haqqi yana tushib ketmaydi. Ya'ni mu'min bo'lib sifat bilan buni sahvan o'ldirib salsa, buning haqqi tushib ketmaydi. Ammo buning birilgan diyet meselesi kelgan vaqtida bilasizlar, mu'min, musulmon kofirga miras qoldirmaydi va kofirga miras olmaydi. Bir qoidalar bor. Bu yüzden bununla diyet birilmeydi. Fakat bununla qanday qilinadi? Qul azat qilinadi, tugaydi qarindoshlar. Yani fa in kana min qawmin aduwwan lakum wa huwa mu'min. Yani bu vaqtida o'zi mu'min, ama yaşagan cemiyeti, urug' tuqqanlari, o'zining qavmi musulmonlarga dushman qavm. Yani kafir qavmni bo'lib qolsa, bu vaqtda diyet to'lamaydi, faqat qul qanday qilinsa bo'ladi, azat qilinsa bo'ladi. Bu bir ahvol. İkinci ahval, şunday mu'minning birini sahvallik bilan o'ldirilib soldi. Bu mu'min musulmon bo'lmagan yana bir qavmning ichidan, ama dushman emas. Dushman bilan dushman arasida o'tirib farq bor. Bir kofir qavmning musulmonlar bilan dushmanlashgan holati bilan dushmanlashmay ittifoq tuzib, to'xtam kelishim bilan yashaganning osmon zamin farqi bor. Bayatdagidek dushman holati bo'lib qolsa, uningga diyet berilmaydi. Ammo ittifoq tuzgan, kelishim tuzgan, manda bir qavmdan bo'lib qolsa, bu vaqtida buningga nima qo'yiladi? Diyet berilsa bo'ladi. Bu vaqtida nima to'laydi uningga? Diyet to'laydi qarindoshlar. Oyatning aniq labzi shu. Ama qul azat qilish har holda tushib ketmaydi. Dushman qavmni bu vaqtda faqat tushib ketadigan diyet. Ama qul azat qilaveradi. Ama o'rtada menda kelishim bor, to'xtam bor, kafir ama dushman emas, yani musulmonlar bilan dushmanlashmaklik bo'lib qolsa, bu vaqtida normal urug' tuqqanlarga diyet to'laydi ve qul azat qiladi. Chunki musulmonlar o'zaro kelishdi, ittifoq tuzdi, kelishim bor degan gap normalda elish, berish, haq, huquq rioya qilinadi degan gap. Bu vaqtida normal uning diyeti qanday qilinadi beriladi. Agar bunda ahdiga vafo qilinmasa, kelishimga vafo qilinmasa, musulmon bilan boshqasining o'tirida nima qilmaydi? Yoki dushman qavm bilan dushman emas qavmning o'tirida nima qilmaydi? Farq qilmaydi qarindoshlar. Endi bu yerdagi demak, shu o'ldirilguchining oilasiga to'laydigan diyet masalasi bendininki haqqi sifatida ado qiladigan, qisasning o'rnida turadigan bir hukm. Xolisa buningdan banda qanaq qiladi, chiqaradi. Ammo qul azat qilish bu Allohning haqqi bo'lgan had-hudud, buningdan qanaq qilmaydi, tushunmaydi. Cho'qim qiladi buni. Agar qul azat qilib qul topolmasa, ya'ni qul azat qildik pulisi yo'q bo'lib qolsa, 2 oy aqidni ro'z tutadi. Bu yuqoridagi belgilangan yo'llar Alloh bandaga echib bergan bir tavba qilish nimasi yo'li. Nimishqa? Chunki bilamiz, bayat degandek o'ldirguchining psixikasi favqulodda buzildi buningda. Odam o'ldirib saldi ya. 2 oy ro'z tutish orqali aqidin o'zining kayfiyatini tanishaydi. Bu bir hikmat, yani buningdan boshqa hikmatlar bo'lishi aniq. O'zining kayfiyatini tanishaydi, ruhiyati tanishiladi, aqidni ro'z tutiladi. Agar shu ro'z tutishni cheklaydigan ba'zi omillar, masalan safar ro'z tutishga mani bo'ladigan, ba'zi kasal og'riq degandek bo'lib qolsa, u vaqtda to'xtatib turib, keyin davomlashtiradi bo'lmasa, aqidni ro'z tutish orqali o'zini biroz qana qiladi, turaqlashtiradi qarindoshlar. Ammo shu yuqoridagi hukmlar sahvan odam o'ldirib solgan kishiga munosabatlik yuqoridagi hukmlar Alloh subhanahu va taolo tavbatan minalloh bandaga yo'l qo'yib bergan tavba yo'li. Tövbe'ye münasebetlik, manda bir noktalar esimizden kötürülmüşsün. Tövbe'ye münasebetlik 3 basqıç var. Eğer Allah tövbe kılsan buludu degan yol qapamiz bende haqqan tövbe qilsin bika. Doğan kim birinci yol Allah'ın tövbeni qana qilishi bendege yolga qo'yib tövbe qilsan qabul qilaman degan bir yo'lni ochib berish. İkincisi bende şu yo'ldan mengib tövbe qilishi.
Üçüncüsü benden qilgan tövbesini Allah'ın qabul qilishi. Mush 3 marhaladan o'tgan vaqtida andin keyin tövbenin bo'ladi, qabul bo'ladi. Çünkü Qur'oni Karimda tövbe iborasi kelgan yeri nihoyat nozuk. Ba'zi o'rinlarda taba ala ifodasi bilan kelsa, bu tövbeni yo'l qo'yib berdi, tövbe ishkini echib berdi degan ma'noda. Ba'zi yerda taba ala kelmay bevosita keladigan ahvollar bu vaqtda tövbe qildi degan gap, mushuna o'xshash iboralar Qur'onda nihoyat inchkilikli ifodalangan. Masalan, sura Tövbening 118-oyatida "Summa taba alayhim liyatubu." Qarasangiz ikki saçda Allah ularga tövbe qiliverish uchun tövbe yo'lini ochib, tövbe ishkini ochib berdi degan bir shaklda nihoyat go'zal ifodalangan. Shu nuqtalar alohida qana diqqatingni tövbening 3 bosqichi bor. Allohning tövbeni içip birişi tövbe işkine içip birişi yani eğer içipten tövbe kılamaydı. İkincisi benden tövbe kılışı, üçüncüsü Allah tarafından tövbenin kana kılınışı, qabul kılınışı kardeşler. Ayetinin ahırısı da ve kana Allahu alimen hakime. Allah subhanahu ve taala bilgüçi ve hikmetlen kana kılgıcı, iş kılgıcı. Yani Allah subhanahu ve taala bizge bu kadar ahkamlarını yol qap berdi. Nimişqa Allah subhanahu ve taala biz yaşayotgan bu hayatның qanuniyet obdan biladi. Bizni insan obdan biladi. Eğer bu xil ahval astıda o'tirdagi nizo adovatni yoki haq huquqni betaraf muvofiq bir shaklda betaraf qilinmaganida öldürgüçünün keyfiyatı hayatımı normal olmaydı. Öldürülgen kişilerinki ayel tavabatımı bundan bir xil razimezliksiz çıkıdı. Eğer razimezliksiz ortaya çıkıp kalan ahvalınızda cemiyetin tertibi normal bulmaydı karındaş. Allah subhanahu ve taala qaysi işninki, qaysi işqa təsəvvür bulduğanlıqını, nemiş qılsa, neminin payı çıxıdığanlıqını, nemiş qılsa, neminin ziyan çıxıdığanlıqını on obdan buludu. Adam öldürüp saldı birisi. Üzünün günahı emas. Yani bu sen qəsdən öldürmegəndə gidip onu pütləyib qoyub qoysaq olmaydı. Diqqət qılmaydigan buludu. Məsələn, bulubmu bugün gündəgidək qatnaş hadisələri köp bolğan vaqtda diqqət qılmay tez eyləydigan bolub qaladı məsələn insanlar. Ama o bir adam öldürüp sağalıq tüpeyledin bir neçə türlük bir yerdə ziyan emas belki əhmiyyətlər ortaya çıxıdı. Məsələn, qul azad qılıdı bir adam normal özünün həyatına erişidi. Öldürülgənlərin ayıl tavavatlarına diyet dileydi. Gerçi diyetini o emas, onun o təvəğən məsələn qəbilə, cəmiyyət məsələn şu ailə söy degəndək mavla tülügən təqdirdimi bir iqtisad başqalarının qulu uydudu, başqalar o iqtisaddan faydalanırdı qatarlıq bir monça işlər buludu qarindaşlar. Ondan keyin ayetning ahirida Allah mu'min qulda bir ifoda bor. Buni deb o'tib ketaylik. Nima uchun kofir qul emas, mu'min qul desa? Chunki bir odamni biz normal bir vazifadan qoldirdik-ku o'ltirishni. Ya'ni bir odamni shu odamga o'xshash bir vazifaga qo'yishni, u odam shu odamga mu'min bo'lish kerak. Ammo kofir degancha desa, jamiyatga mu'min foyda yetkazgandek foyda yetkazmaydi. Biz foydasiz odamni kofir odatda qul bo'lib qolgan vaqtida o'zining xo'jayinining sizliqidan chiqmaydi hamdi. Uning zarri, sharri cheklik doirada olur. Onu şuna erkin qılıverse cemiyette onun küfürden ibaret şerri, zararı koyudulgan gap. İslam bunu xalamaydı. Çünkü kafir qul emas, mu'min qul adat qilish kerak. Çünkü normal özünün kişilik vazifasini ada qilayotgan odamning o'rniga shu odamga o'xshash vazifani ada qiladigan bir mu'min kerak. Biz cheklanayotgan, sharri boshqalarga yetmagan, ma'lum doirada ish qilayotgan bir kofirdan chiqib, erkin dunyoga chiqib ketgandan keyin uning zarari tarqaydi. Buning hech bir foydasi yo'q. Shuningga bunda o'rinlarda ishlarning normal menish uchun mu'min qul azod qilinish kerak. Oyatning eng oxirisida Alloh hammani bilguchi, hikmatli ish qilg'ish dedi ya. Biz darsimizning beshida bu qisas diyet hükümlerinin yol koyuluşundan qandaq hikmet ekanligiga biroz tegish qilib o'tgan hozir azroq askartib o'tsak dedik ya, hayot bir ritmdan iborat. Hayot bir ratdan iborat. Qator tizilgan bir uskunlar bo'lib qolsa, bir masalan misol olsak bir zavodning uskunlari shu bir necha yuz parchadan tarkib topgan bir asliha, bir uskuna, bir zavod normal harakat qilish uchun hamma uskunasi o'zining vazifasini ado qilish kerak. Eğer bir parça nimesi üskünüdün birisi şunda buzulsa, qolgan parçalarning hammasının normal hareketdagi ta'sir etadi. Adam öldürüş mushunga o'xshash jamiyatdagi o'zining normal rolini joriy qilib turadigan bir parchani
vazifasidan qoldirganlik bo'ladi. Buning boshqalarga mutlaq ta'siri bor va buning o'rnini qanday qilish kerak, to'liqlash kerak. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi diyet orqali masalan, yuqoridagi qul ozod qilish orqali mushu yuchuqlarning hammasini etishni iroda qiladi. Demak, yuqorqi ahkomlarni o'ylangan vaqtimizda har ishning, har hukmningki ajoyib hikmatga to'lg'anligini qana qila olamiz, ko'ra olamiz. Dal hikmat degan shu hikmat har narsani o'z o'rnida qo'yish, har narsadan muvofiq shaklda foydalanish. Buning hammasi hikmat. Alloh subhanahu va taolo yuqorqi ahkomlarni yo'l qo'yishda mushunga o'xshash hikmatlarni qana qilgan iroda qilgan qarindoshlar. Bu 92-oyatdagi sahvan odam o'ldirib selishga munosabatlik ahkomlar. Endi qasdan odam o'ldirib selishga munosabatlik ahkomlar 93-oyatda Davatuda Allah subhanahu wa ta'ala ve men yaqtul mu'minen mutaammiden fecezauhu cehennem halidan fiha ve gadiballahu aleyhi ve la'anahu ve a'adda lehu azaben azima. Allah saklasın. Davatuda Allah subhanahu wa ta'ala kimki mu'minne kasten öldürse bunun cezası cehennem. Mengü. Allah onunla gazap kılıdı, lanet kılıdı. Ve onunla büyük azap hazırlaydı. Bunun ağır tehdit yok kardeşler. Adem'nin tini şürkünü dağan tehdit. Nime için bu kadar ağır azap verildi kasen? Çünkü kişi bir mümin bulu sıfatıyla yeni bir kişini kasten öldürüş için bu bir tasaddıbilikten bulup kalmaydı bu. Kasten öldürüş için uzun mezgillik bir ideya tayyorlab ketdi. O'ltirishni niyat qiladi. Plan qiladi. Buning qalbidagi diniy cheklama o'ltirmaslikka da'vat qiladi, undaydi. Ammo bu buningdan halqiydi. Buni bu yoqqa cho'rib tashlaydi. O'ltirmaslik uchun har xil sabablar oldiga keladi. Bu hammani rad qiladi. Ve muşu iradesini üzlüksiz devam kılıyor. Hem de muşu tayyorlik jarayoninin hammasi bizga nimani ifoda etsa, bu odamning normal mu'minlik holatidan, ya'ni buning iymoni buni tuzab qolanmaydigan bir darajaga borganligini ifodalaydi. Qanaqdir bir odamni qasddan o'ldirish bunda bo'lib qolgan ahvol emas. Dedim ya baya. Bu bir tayyorlik, avval ideya tayyorligi. Andakin maddi öldürüş için keterlik kurallarını, çünkü bir adamın onda kollan anda asa öldürgül olmaydı. Keterlik saymallarını hazırlaş, bunun için tayyorlik qilish, plan tuzuş, kademelik, meniş, vakti kelganda kol selish. Bu yalla bu adamninki yani iqroroq desek, bu jamiyatda normal yaşası bo'lmaydigan odam ekanligini ifodalaydi bu. Yani bu ne? Bu uchraydigan tahdidlar, jazolar, dövzaq azabı ve başka bütün narsalarning hammasi to'sab qolanmog'idek darajaga borgan bir odam endi bu. Unda o'gandan bu odamning jazosi u qadar qattiqki Allah bununla Qur'onda hech kimga bunday jazo berganini bak aslayolmaymi? Cehennem. Keyin mangu. Onun keyin Allah'ning g'azabi, onun keyin Allah'ning la'nati. Onun keyinden Allah bununla büyük azapını hazırlaganlığı. Bu qata jazalar aqdan bununla birildi. Bu ne kadar ağır ekanligini ifodalaydi. Bunda bir voqelik var qarindoshlar. Şu oyatning shu sababida. Miqyas ibn Dubab ismli bir kishi. Bir qarindishi var, Hisham ismli. Bu qarindishini Banu Najjarda o'lik holatda uchirdi bu. Yani birisi öldürdü bunu. Banu Najjar bilisizlar Madinadagi ansarlarning qatoridan. Shuni bilan bu Miqyas Payg'ambar alayhisolamning qishig'iga kelib ahvolni deb mashta degandan keyin Rasululloh bir odamni qo'shib qo'ydi buningga. Ular shunda deb yozdi-ku Rasululloh Miqyasga buning qarindishini o'ltirgan qotilni topshirib berishni deydi. Banu Najjar deydi-ki, Alloh bilan qasamki biz buni kimni o'ltirganini o'qimaymiz. Ama diyetini birayli deb 100 tüge birdi. 100 tüge degan hozirgi pulda oddiy pul emas endi. Milliondan eşidigan pul endi. Agar normal bozorga salsak. Bu ikkisi bu 100 tügeni elib Madinaga qaytish yo'lida heliqi Miqyas
Rasululloh qo'shib qo'ygan odamni o'ldirib o'tib, halaqatularning hammani o'zi haydab Makkaga ketib qoldi dedi. Bu ahvol Payg'ambar alayhisalomga yetgandan keyin Payg'ambar alayhisalom buning qanini halol qildi. Topqal o'ldirdinglar debchi. Makka fathiga vaqtlarda qanday bo'ldi desanglar, bu odam o'limdan saqlanish uchun Ka'baning pardasiga esib turib panohlik tilaydi. Rasululloh shu holatda buni o'ldirishga buyurdi. Oyat nimishqa? Chunki odam o qadar g'aljirlashmas. O qadar g'aljirlashgan vaqtda buning normal bu dunyoda yashashga huquqi yo'q uningki. Chunki u ma dunyoning normal ritmini normal saqlag'ili qo'ymaydigan bir odam endi. Shunlashqa masala ig'ir o'g'achqa qasdan odam o'ldirish xarakter jihat naydi ig'ir ish o'g'achqa ma oyatdagi buning berilgan jazolar qata kelyapti qaranglar. Jahannam, mangulik, Allohning g'azabi, la'nati, buyuk azobning hozirlanishi. Buni ma'o bizga jinoyatning naqadar ig'ir jinoyat ekanligini qanday qiladi? Bizning kallamizga qanday sizib beradi. Endi mushakaga vaqtda bizning fiqhiy ahkomlarga kirsak, qasdan odam o'ltirgan odamga tavba bormi, yo'qmi desa, ulamoning o'tirisida bek bir jiq detalashgan fikr. Ba'zi olimlar tövbe yo'q desa, ba'zi olimlar tövbe bor degan bir ahvol va Ibn Abbos radhiyallohu anhuning so'rinida qasdan odam o'ldirgan kishiga tövbe bormi, yo'qmi deb so'rab kelgan bir kishiga Ibn Abbos radhiyallohu anhu bor degan, yana bir kishi so'rasa yo'q degan so'rindikilar so'rgan. Bu ikki odam o'xshash savol so'rab kelsa, ikki xil javob berdim degan vaqtda birinchi odamdan odam o'ldirib bo'lganligini his qildim, Allohning rahmatidan onu ümit üzülmeslik için onu vefat ettim. İkinci adam öldürmekçi olganligini his qildim. Onda oğandakin bunun yok dedim. Yine bu adette normalde bir petva beradigan ulemada buluşukta işlik bir alahidlik. Yani ahvalını közetiş gerek, biliş gerek. Peygamber Aleyhisselam'a o'xshash savollarga bir necha xil javob beradi. Ba'zilar kelib islomdan qaysi yaxshi desa, oshlarga tamoq berish, boshqalarga salom qilish degan bo'lsa, yana birisi kelib İslamdan qaysi yaxshi desa, ya'ni musulmonlar tildan quldan salomat qilish yaxshi. Demak, Rasululloh ahvolga qarab muvofiq bir shaklda qana qiladi javob beradi. Ya'ni shu savolning aynisiga o'z vaqtida o'qilgan namoz masalan degandek javob. Ibn Abbos radhiyallohu anhu shu shaklda javob bergan. Ammo biz ilmiy nuqtadan tahqiq qilgan vaqtimizda vallohu a'lam tirishib boqamiz. Oyatda qasdan odam o'ldirgan odamning jazosi cehennem deb bulup mengü ifadesi var. Kur'an-ı Kerim'deki bu mengü ifadesiga qaytadan qarab chiqsak, halidine fiha cehennem dozaqda mengü qilish ifadesi. Yeni bir o'rinlarda halidine fiha ebede. Kur'an'da ben çık bu. Ben hazır okuyan ayetim Sure Ali İmran'ın 88. ayetinde halidine fiha, Sure Nisa'nın 129. ayet 169. ayetinde halidine fiha ebede. Yani bir yerde mengü, bir yerde mengü iki ifade var. Arapçadaki halidi mengü turuş degan ma'noda, ebeden şu bu Uyg'urcha deganimda qaysi ifade desek ular, chek yo'q bir muddatni ifodalaydigan bir ifade. Mush ikki ifade farqli ishlatilindi Qur'onda. Biz davomli deb kelayotgan bir nazariyamiz var, bir prinsipimiz. Qur'onda asla bir söz bihude tekrarlanmaydı. Bir söz tekrarlanınca mutlak ma'nosi var. Bir yerde mengü, bir yerde mengüdün mengü. İfadesi kullanılan Kur'an'ın mutlaka iki ifadenin oturduğu farkı var deb düşünürüz. Muşu asasda qarab baqqudek olsak Qur'on-ı Kerim'ge, Sure Hud'ninki 105. ayetning 107. ayetgacha Allah subhanahu va taolo yaxshi yomon insonlarni nisbatlab, bularning do'zax va jannatga kiradiganligini nisbatlagan oyatda do'zaxga kiradi deb bo'lib, halidina fiha madamat samawat wal ard illa ma sha'a rabbuk. Ular osmon zamin mavjudlab turgan muddatcha mangu do'zaxda qoladi, illaki Rabbing xolisa deydigan bir istisnoni chiqarib oladi. Mangu ifodasidan keyin istisno chiqarib oldi degan gap, mangu anda mutlaq cheksiz mangulik emas degan ma'noni chiqarishimiz tamamen mumkin. Hatta cennet ifadesi de halidine fiha madamat samavat wal ard illa ma sha'a rabbuk. Şu ayetinin özünün ahirisi. Yani halidine mengü ifadesinden keyin istisna ekelgenlikinin özü bu yerda bir xil to'xtaydigan
çekivaliqini ifade. Çünkü istisna ma'lum narsadan qanaqa bilish, chiqarib bilish ifodasini qanaqa qiladi, ifodalaydi endi. Mushu asosda biz qaytadan mushu oyatga qarab baqqanimizda, yani azroq yo'l bor deb tushunsak bo'ladi. Nimaga yo'l va qasdan odam o'ldirish jinoyat o qadar og'ir jinoyat. Alloh uning o qadar nimbadi og'ir jazolarni qata retilan tizib keltirdi. Ammo tavba birilmugudek, yani faqat qat'iy tavba birilmugudek jinoyat deb qaraydigan yerga berishimizga biz yuqorida ko'rgan dalillar toza qanaqa qilmaydi, unumaydi. Ya'ni chunki Qur'oni Karimda bir oyat var ya, innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Allah shirk keltirilishdan boshqa butun gunohlarni kechirdi dedi ya. Buni oyatning o'ziga olgan ma'nosimi qasdan odam o'ltirganning jinoyati o qadar og'ir bo'lsin-mi? Allohning uningga hozirlagan jazo o qadar og'ir bo'lsin-mi? Ammo do'zaxda manguga qoladigan, ya'ni manguga qolish degan gap tavba yo'q degan gap. Ya'ni faqat tavba qilish imkoniyati yo'q bo'lish ehtimolini biroz qanaqa qiladi, yiroqlashtiradi. Ya'ni agar chin qalbini tavba qilsa, balkim Alloh uning gunohini kechirib, tavbasini qabul qilishi mumkin. Amalan bilamiz, Abbasiya davrida yaşagan Amr ibn Abid katta ulamalarning qatoridan ilmning izzatini saqlaydigan, dinning ulamaning izzatini saqlaydigan ulamalardan birisi. Hatta shu zamondagi xalifalar buni maqtab, butun olimlar qo'saq baqa shu vaqtdagi ifoda. Yani ovchi degandek ifoda qo'llangan. Qo'saq baqa illaki mush Amr ibn Abid haqiqiy olim deb aning bir xil shu vaqtdagi maydonidan mushta ifodani bildirgan bir ulama. Mushu ulamaning mushu qasdan odam o'ldirgan haqida atrofidagi o'quvchilar bilan qilgan bir suhbat va suhbatning asliga bizga munosabatlik sizlarga qisqacha deb bersam bo'ladigan tarafi nima desa, shu suhbatning jarayonida, ya'ni oyatdagi xolidina fihadan anda cheki yo'q, manguga tutib ketadigan bir jazo emas ekanligi, balki uzun muddatni ifodalaydigan jazo ekanligi. Qasdan odam o'ldirgan kishi qotil agar chin dildan haqiqiy bir şekilde tövbe qilsa, buningmi tövbega erishish ehtimolining borligi xulosalanadigan bir suhbat va qarindoshlarimizning ichidan agar bu suhbatga qiziqadiganlar bo'lib qolsa, manbasiga qaysi bo'ldi. Ammo men bu akamoqchi o'g'lim nima desa, oyatdagi bayatdan o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan fikrni qana qilish, kuchlantirish. Endi oyat asasen tugudi bugungi mazmun qasdan odam o'ldirgan odamning hukmi shu bo'ladi qarindoshlar. Ammo men bunda bir narsani qo'shib qo'yman oxirisida. Ilgirki oyatda sahvan odam o'ldirgan odamning hukmi bayon qilindi. Ma oyatda qasdan odam o'ldirgan kishining hukmi bayon qilindi. Endi o'rtada yerim qasdan deydigan bir o'ldirish bor. Tam sahvan mu emas, tam qasdan mu emas, yerim sahven, yerim qasdan. Mesela bu qanday desanglar, adam öldürdiğin quralni ishlatib, öldürüş maqsadi yo'q öldürüp selish. Mesela deyli, tapanchani chiqib, qo'qitib qo'yman deb, u yoq bu yoqqa o'q chiqarman deb o'q chiqib qoldi. Favqulodda udutib qilib ilib ketdi. O'ltagisi yo'q asli. Boshqalarning bak sakrigiga qarab, yo'g'on tumirdan yoki pichoqdan biridan chiqib qo'qitib qo'yman deb bir shiltividi. Tigib ilib qoldi. Qo'ldagi qurol qasdan odam o'ldiradigan qurol. Ammo buning o'ldirish maqsadi yo'q. Bir tasarrufatdagi xatolik o'bu tufaylidan o'ldirib qoldi, shuni ishlatib. Buning ismi shibhi amd deb qo'ydi arabchada, yerim qasdan. Buning ulamolar qanday hukm chiqargan desa, bu kishilar butunlay qasdanlik bo'lmagan bo'lg'achqa bu kishi qisosan o'ldirilmaydi, ammo nima to'laydi? Diyet to'laydi. Ya'ni qisas og'ilmaydi, diyet to'laydi degan shaklda hukm chiqariliq buningga. Shunda bo'lganda odam o'ldirish 3 turli bo'ladi: sahvanlik, qasdanlik va yerim qasdanlik. Bularning hukmlari, tafsiliy hukmlari fiqh kitoblarda tafsiliy bayon qilingan. Oyatning tafsiriga munosabatlik taraf shuni bilan oxirlashdi. Vaqt munosabati bilan biz bugun mishada to'xtaymiz.
Kelar qatimliq darsimizda kurashganga qadar hammalarni Allohga omonat qildim. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.